lekin çare yok. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bir necha kundan beri kunda xo'sh xabar davatimiz. Allah bizga mush xo'sh xabarlarning oyga yarışıp bütün dünyadaki qarindoshlarim vatanimiz mustaqil bo'lib ketgisi. Bütün lagerdagilar ishkirga akatganlar hamiz qaytib chiqishdi. Bütün xo'sh xabarlarni anglab qarindoshlarimiz, tuqqanlarimiz bilan yuz ko'rishsak. Bugun mana Amerikada qonun ma'qullandi qarindoshlar. Her günü öken senettin ötken bugün kongresden öttü. Evet ilan kıldı lekin ma'qullandi qarindoshlar. Biz endi birinci Allah andın qası biz egisiz emas, biz yetim balamaz. Bütün dünya endi bizga egi chiqadi. Amerika o'zi egi chiqadi. Avrupa egi chiqadi. Bütün teşkilatlar, bütün devletler özüde kanun ma'qullaydi, Birleşken Devletler Teşkilatı ma'qullaydi. Endi bizning meselemiz bir baldak, iki baldak, üç baldak üstüge öyleydi. Bunundan keyin Uyg'urning mustaqilligi bu Amerika'nın kun tertibiga kirdi qarindoshlar. Nimişqa degan vaqtida Tibetninkini hozir yaqinda o'zanglab ko'rdinglar. Tibetning besib olgan zimin Tibetning mustaqil bo'lish kerak deyotdi. Shangan mustaqil deyotdi. Tayvan buningga moslashyapti. Shuning uchun bu qonunning oqidan balkim bu kelib qilishi mumkin. Endi bizning lagerdagi qarindoshlarimiz bilan didor ko'rish uchun ko'rik selindi qarindoshlar. Qonun ma'qullandi. Biz yillardan beri choch oqog'ichi, o'zimiz qeyrig'ichi, yosh bolalar, siyosatdagi yosh bolalar qayrishga boshladi. Bizning boshlarimiz oqadi. Xalqimiz qirilib ketdi. Qarindoshlar, mushundaq bir dunyoning kun tartibiga kirimiz deb kurash qilgan edik. Mana bugun bu amalga oshdi. Rahmat. Yani burnum çıkıp alıyor abi ya bunu. Gel,